Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvdagi xonadonimiz Sergeli Yangi Hayot tumani Yangi Darxon 2 mahallasida, mana Oranjovoy domida 12-qavatidagi 2 xonali uyga kelganmiz sotuvda. Bu yoqda manzili metroga orientirovka aytib o'tib ketaman. Metroga 1,5-2 kilometr chiqadi. Shunda Senma gastitsani orqasidagi 16 qavatlik binolardan. Shu uyimizni 12-etajda sotilyapti. Video davomida ko'rsanglar, narxlarni aytib o'tib ketganman. Yaxshi faizli xonadonimiz, hal egasiga pul zarurroq ekan. Sotuvga qo'ygan. Endi zo'rni qilib bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Domimiz pastida magazin, bog'cha, plashatka, maktab, hamma narsalar qulay. Parkovkalar ham juda ko'p. Yaxshi joyga nisbatan yaxshi joyda joylashgan. Agar pullaringiz bo'lsa, bemalol olib qo'ysanglar bo'ladi. Agar shu atrofda uy qarab yurgan tanishlaringiz kimdir ham bo'lsa, shunday videoni tashlab qo'yishni tavsiya qilaman. Xonadonimizga ham kirib oldik. Qurilish mashinaga katta koridor joylashgan. Ko'rib turibsizlar, gilamlar qilib to'shab, bunaqa lustralar ham qo'yib qo'ygan. Bu gilam lustralari qoladi. Sanuzullar alohida joylashtirilgan. Ko'pli pollar ham qilingan. Ko'rib turibsizlar, oshxona bilan bu sanuzullarga ko'pli pol qilingan. Ko'rib turibsizlar, hojatxonalarni juda katta, kafilda terib, chiroyli qilib qo'yishgan. Kirganimizda bu xona zal hisoblanadi. Zalga ham pardalar ilib, gilamlar to'shab, mana bunaqa katta lustralarni chiroyli qilib qo'yibdi. Bu yerda qoladigan narsa mana bu pardalari, lustra, konditsioner, televizorlar qoladi. Qolgan mana bu katta shkoflari, keyin betovoy texnikalar olib chiqib ketiladi. Bu oshxonamiz, oshxona ham juda yaxshi, kattagina. Bemalol mana stol stullar olib qo'yib, 4 kishi, 5 kishilik ovqat yesa ham bo'ladi. Chunki bu yerda mana bu shkaflar ham turibdi. Yaxshi xonadonimiz sotuvga chiqdi, faizli. Bitta oshxona mebel yasattirib olasizlar, 8 millionga zo'rini yasab beradi, 3 etajli. Yaxshi xonadonimiz, lekin narxi ham juda chiroyli, oxirida aytib o'tib ketaman. Bu oxirgisi detiska qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi, yo bo'lmasa родительский spalniy. Endi tabga qarab, misol uchun zalda ham bolalar yotsa bo'ladi. Endi mehmonlar kelmasa, buni ko'pincha ota-onalar yotoqxonasi qilsanglar bo'ladi. Yaxshi uyimiz, hamma joyga parda, lustralar ilingan. Endi mana bu shkaflar chiqib ketiladi. Bitovoy texnika bilan mana bu shkaf chiqib ketadi. Qolgan narsalar qoladi, gilam nima narsalari. Bu uyimizda общий kadastrda 56 kvadrat, 12-etajda joylashgan. Xonadonimiz sotuvda. Narxiga keladigan bo'lsak, 55.500 deb qo'ydik. Xudo xolasa endi egalari bilan gaplashib narxini tushirishga harakat qilib beraman. Endi agar oladigan odam bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bundan ham yaxshiroq variantlarimiz sotuvda, Telegram kanalimizda turibdi. Agar rasmlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, rasmlarni ham shunda Telegram kanalimga joylaganman. Shoshilib qolinglar. Yaxshi xonadonimiz sotuvda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.